To'rtinchi savol. Zarrachalar ularni konfiguratsiyasi bilan to'g'ri moslashtirishimiz kerak ekan. Gidrid ioni bu vodorodda bitta elektron olgan shakli bo'ladi. Bitta olgandan keyin o'zidagi elektron bilan ikkita elektron. 1s2. Demak, A ga javob 6 bo'ladi. Yoniga yozib ketaman. A ga 6 chiqdi. B da nitrit ioni. Nitridda azotni mana bu 3 ta elektron olgan shakli. 7 ta 3 ta oladigan bo'lsa o'ziga 10 ta elektron bo'ladi. 1s2, 2s2, 2p6 bo'ladi. Xo'p, 10 ta elektron esa 5. B ga 5 bo'ldi. Keyingisi temir +3. Temirni konfiguratsiyasini yozaman. 4s2, 3d6 bilan tugaydi. 3 ta chiqib ketadigan bo'lsa, bu yerdan 2 ta chiqib ketadi, bu yerdan bitta chiqib ketadi. 3d5 shaklida qoladi. Xo'p, bu tomonda demak 18 ta elektron argonni konfiguratsiyasi bilan bir xil mana va unga 3d5 ni qo'shib qo'ydi. s2. Ruhni konfiguratsiyasini ham yozdim. 4s2 mana bu joydan chiqib ketadi 2 ta elektronimiz. Demak 3d10 bo'lib tugagani bizda mana bu 3. Demak A6 B5 A6 B5 S2 D3 degan javobimiz mana bu bo'ladi. Konfiguratsiyadan odatda doim savol tushadi. Shuning uchun bu mavzuni yaxshilab o'rganib qo'yish kerak.